15 yoshimdan beri akne bilan kurashaman. 2 yil oldin 1 yilga polniy remissiyaga chiqdim. Yaratgan esa ja xursand bo'lmasin deb 13 ta kredit yubordi. Shunga kreditga dermatologga borib kelamiz. Menda hozir Skindan retinol. Shifokor muammo faqat podborodakda bo'lgani uchun, faqat iyaklar uchun retinoid turini o'zgartiramiz dedi. Menda Adapalen, aptekadan Cleansit mazi. Adapalen yengil akne formasiga yoziladi menimcha. Retseptsiz sotiladi, shuning uchun ko'rsatsam bo'ladi. Undan keyingi gapi shokka tushirdi. 2 qadamda yuvinma, ya'ni gidrofilka mitsilyarkasiz prosta penkada yuv dedi. Ertalab esa faqat suvda yuvinish. Excuse me. Men вообще-то muammoni yechmoqchiman. Boshqa muammo yasash niyatim yo'q. Samnitelnani okey deb qilib ko'rdim baribir. 2 kunda poralar vashshe to'lib ketdi. Keyin yog' ishlab chiqarilishi sekin-sekin pasaysa bo'ladimi? Like what? Demak, terimni quritib yuborganim uchun ko'proq yog' chiqarayotganmidi? Xullas hozir 2 haftacha faqat kechqurun va faqat penkada yuvinyapman. Enzimli pudra va glininay maskalarni qoldirdim lekin. Undan tashqari ikkita yana muhim punkt SPF. Akne dog'lari butun umrga siz bilan qolishini xohlasangiz, quyoshga SPF siz chiqing. Ikkinchidan ceramidlar. Retinoidlar quritadi, ceramidlar esa baryerni tiklashga ishlaydi. Menda hozir Estradan krem, Estura, xullas. Buni alohida reels qilib sostavini o'rganishga vashshe arziydi. Xullas retinoidlarning ta'siri 3 oylarda ko'rinadi. Shunga endi ozgina sabr qilib turish kerak. Sabr.